Hacim atalg'usining diniy asosi to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Diyorimizda haj ibodatini ado qilib kelgan musulmonlarni hajim deb ataydigan umumlashgan bir odat bor. Ammo mayli Muhammad sallallohu alayhi vasallam yoki sahoba kiramlar bo'lsin, undoq atalmagan ekan. Savolim shuki, haj ibodatini ado qilganlarni hajim deb atashning dinimizda asosi bormi yo'q? Asosi bo'lsa, tarixiy ariq ko'rinish qandaq? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Haj ibodati islomdagi 5 asosliq ibodatning biri bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki namunasib ish, jima qilmay, gunoh ishlamay, hajini Alloh uchun tamomlaydi ekan, xuddi onasi tuqqan kundagidek holatga qaytadi. Haj ibodatini qilishga muyassar bo'lganlarni hajim deb atash biz Uyg'urlarda bo'lsin, boshqa turkiy millatlarda bo'lsin, Sham va Misr qatorliq arab davlatlarida bo'lsin, Afrikadagi davlatlarda bo'lsin, asosan dunyoning ko'p joylaridagi umum musulmonlarda keng tarqalgan bir odat bo'lib, bu so'z haj qilgan shu kishini izzatlashni ko'rsatadi. Bu jihatdan bu so'zni ishiltish muboh bo'ladi. Buningda ya haromliq, ya makruhliq bo'lmaydi. Albatta, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yoki sahoba kiramlari bundoq so'zlarni ishlatmagan. Bir-birini o'z ismi bilan yoki palonining dadasi, palonining onasi degandek so'zlar bilan chaqirishgan. Lekin ishlatmaganligi ishlatsa bo'lmaydiganligini ko'rsatmaydi, balki joizligini ko'rsatadi. Buningga o'xshagan nomlarni misolga olsak, masalan, mu'minlarning amiri deb atashmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida yoki birinchi xalifasi Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu zamonida ishlatilmagan. Umar radhiyallohu anhu zamonida qo'llanilgan. Qari degan nom Rasululloh va sahoba kiramlar davrida ishlatilishga boshlagan. Asim rivoyat qiladi-ki, Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qarilar deb ataladigan kishilardan tashkil topgan bir umakni avatganda ular o'ldirilgan edi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning biror narsaga ularga qayg'urganda qayg'urib boqqanini ko'rib boqmagan edim. Shuning bilan Rasululloh bir oy bomdod namozida qunut o'qigan va Usayya qabilasi Alloh va uning rasuliga osiylik qildi degan. Sahoba kiramlardan yana Said ibn Ubayda, Abu Ubayda radhiyallohu anhu da qari deb tanilganlar bor. Tabiinlar va ulardan keyin kelganlarning orasida texmi ko'p. Bularning ichida mashhur 7 qiroat imomlarimi bor. Shayxul Islom, paloni shayx degandek nomlarni asri saodatda ishlatmagan bo'lsa-mu, keyinchi musulmonlar ishlatgan. Imom degan so'z Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida masjid va boshqa joylarda namozga imomchilik qilishdan kelgan bo'lsa-mu, keyincha 4 mazhab imomlari va shuningga o'xshagan boshqalarga ilm va fazilatda o'rnak bo'ladigan, ergashuvchilari ko'p bo'lgan ta'siri cho'ng olimlarga ishlatilgan. Undaq bo'lgan ekan, hajim va shuningga o'xshagan nomlarni ishlatish dinda yangidan bir narsa paydo qilgan doiraga kirmasdan ba'zi shaxslarni bir-biridan ayirib tonib olish yoki izzatlashni ko'rsatadigan odat, tarixiy an'ana va musulmoncha puroq doirasiga kirdi. Lekin haj ibodati boshqa ibodatlarga o'xshash ixlos talab qiladigan bo'lg'achqa, haj qilgan kishi bu katta ibodatni boshqalar uni hajim deb hurmatlashi uchun yoki jamiyatdagi obro'li kishilar qatoridan bo'lish uchun yoki o'zining haqiqiy abdi basharasini yo'gash uchun yoki hajim degan nomga erishish uchun emas, balki Allohga qulluq qilib, Allohning roziligini ko'zlab o'rindashi lozim. Chunki Allohga ixlos bilan ibodat qilgan kishi bu ibodatining mukofotini faqatla Allohdan kutadi. Alloh taolo mundaq degan: Halbuki ular dinni Allohga xolis qilgan, haq diniga e'tiqod qilgan holda bir Allohga ibodat qilishga va yana namozni arkonlar bilan o'qishga, zakot berishga buyurilgan. Ana shular to'g'ri dindir. Bayyina surasi 5-oyat. Yana mundaq deydi: Kimki Rabbiga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, yaxshi ish qilsin. Rabbiga qiladigan ibodatga hech kimni sherik qilmasin. Kahf surasi oxirgi oyatning bir qismi. Buningga asosan boshqalar meni hajim desin deb shu maqsadda haj qiladigan kishi Allohga to'liq ixlos bilan haj qilmagan bo'ladi. Balki tahi riyoxo'rlik yoki nam uchun qilingan bu ibodat kishini do'zaxga tashlatadi. Janobi Alloh mundaq degan: Kimki faqat dunyoviy hayotini va uning zibu zinatini xohlaydi ekan, amallarining natijasini dunyoda ularga to'liq beramiz.
ularga u yerda kam berilmaydi. Ana shular oxiratda ularga do'zaxdan boshqa narsa yo'q kishilardir. Ularning qilgan ishlari u yerda bekor bo'lib ketadi. Ular qilgan ishlar aslida bekor edi. Hud surasi 15-16 oyatlar. Hadisda qiyomat kuni eng dastlab hukm qilinadigan shahid, qari va saxiy boy qatorliq riyakor 3 kishining birinchisiga Alloh taolo kishilar jasur desin deb urushgan eding, shundoq deyilib bo'ldi deydi. Andin buyruq tushirilib, u dum holatda so'rilib do'zaxga tashlanadi. Ilm o'rganib, ilm o'qitib, Qur'on o'qigan kishiga lekin sen olim deyilsin deb ilm olgan, qari deyilsin deb Qur'on o'qigan, shundoq deyilib bo'ldi deydi. Andin buyruq tushirilib, u dum holatda so'rilib do'zaxga tashlanadi. Saxiylik qilgan boyga lekin sen saxiy deyilsin deb shundoq qilgan, shundoq deyilib bo'ldi deydi. Andin buyruq tushirilib, u dum holatda so'rilib do'zaxga tashlanadi. Demak, yuqorqi oyat hadisdan hajim degan nomga erishish uchun haj qilishning ixlosga taqishadiganligi, oqibati yomon bo'lganligi chiqadi. Shunga musulmon kishi hajining savobini Allohdan kutishi, hajim demay qolsa xafa bo'lib ketmasligi, parvo qilmasligi lozim. Niyatini xolis qilib, haj qilgandan keyin boshqalar uni jamiyatdagi odat bo'yicha hajim deb izzatlab chaqirgan ahvolda buningga e'tiroz bildirish hojatsiz. Chunki niyatlarni Alloh biladi. Kishilarning shundoq chaqirishi bilan buning niyati xolis emas bo'lib qolmaydi. Balki hajim degan bu so'z uni umr bo'yi shu nomga loyiq yurish turishga, haj qilishga va islom axloqi bilan zinnatlanishda boshqalarga ulgu bo'lishga, ilgirki qilmishlarini tashlab yangi bir hayotga qadam qo'yishga chaqirib turgandek bo'lishi mumkin. Chunki burun ba'zi bir gunohlarni qilib solganlar Arafatda turib mag'firat tilab, hajim bo'lish ne'matiga muyassar bo'lgandan keyin normal turmushga qaytgan chog'da shu gunohlarni qilib solsa, texmi ayiblik bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 107 numurliq fatvo.